100. sura Sura Adiyat. Mekke'de nazil bo'lgan 11 oyat. Nahayeti şefqatlik ve mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. G'ozilarning dushmanga hujum qilishida hasirab yugurgichi. Qattiq yugurganlikdan tuvoqlardan o't chiqarg'uchi. Atiganda dushman ustiga bostirib kirgichi. Qattiq chopqanlikdan to'pi chang chiqarg'uchi. Shu to'pi chang bilan dushman to'pi ichiga kirib ketkichi otlar bilan qasamki, inson haqiqatan Parvardigorning ne'matlarini cheksiz inkor qilg'uchidir. Inson haqiqatan uningga albatta o'zi guvohdir. Ya'ni Allohning ne'matini inkor qilganligiga albatta o'zi guvohdir. İnsan pul malga intayin herisdir. Qabrlardaki o'liklar sirtqa chiqarilgan, dillardaki sirlar oshkora qilingan chaqda ularning hamma ahvolidan Parvardigorning haqiqatan xabardor ekanligini bu nodon inson bilmamdi.